Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Angor Agrostar MCJ issiqxonalarida qurilgan, ekilgan karamlar bo'yicha tanishtiramiz. Marhamat. Ushbu karamimiz brokoli naxos F1 navli hisoblanadi. Bugungi kunda bu karamning birinchi navbatda ildiz kasallanmasligi uchun namlikni boshqarib turish zarur bo'ladi va asosiy temperatura nazorati qilib turish kerak bo'ladi. Bu karamimiz fevral oyida ekilgan va bu issiqxonamiz 3 qavatdan iborat. Birinchi qavatimiz bu mustahkam klonka hisoblanadi. Ikkinchi qavatimiz ham klonka. Demak, 3-qavatimiz Surxondaryo sharoiti juda issiq bo'lganligi sababli issiq ushlab turadigan ko'rpacha, ya'ni issiqdan himoya qiladi. Sovuqda esa sovuqdan himoya qilish uchun bu yordam qiladi. Demak, bunda vlajniy tumanimiz ham bor. Bu issiq yo bug' bo'lgan paytida haroratni pasaytirishga yordam qiladi. Qo'shimcha yonboshlarni ochish esa bu ventilyatsiyani mukammal ravishda ta'minlab beradi va yuqorida issiq bo'lsa, juda ham issiq bo'lib ketgan taqdirda ventilyatsiyamiz issiqni tashqariga olib chiqib ketadi. Ichkarida salqin bo'lishini ta'minlaydi. Issiqxonamizda namlikni yaxshi saqlashimiz maqsadida bu karamimiz munchalash usulida ekilgan. Ildiz qurib qolmaydi va namlikni yaxshi saqlash uchun shu usuldan foydalanilgan. Mahalliy ekinlarimizni ham issiqxonada sinash maqsadida mana bu baqlajon o'simligini tuvakda ekib sinab ko'rmoqdamiz. Tomchilat sug'orish orqali. Agrostar MCJ korxonasida, demak, bu yerda birinchi marta bu issiqxonamiz Koreya texnologiyasi asosida Angor tumanimizda tashkil qilingan. Har biri 8 sotiqdan 10 ta issiqxona qurilgan. Yangilik sifatida. Ushbu issiqxonalarimizda ekilgan ekinlarimizni aholi va dehqon xo'jaliklarimiz bilan birgalikda bilimlarimizni ulashmoqdamiz.